Qadrli kuzatuvchilar, necha pul bo'ldi qo'chqorlar? 12 million so'm bo'ldi. 6 million so'mdan 12 million so'm. Barakasi bo'lsin. 12 million so'm, 2 boshi, 6 million so'mdan qo'chqorlar barakasi bo'ldi. Barakasi bo'lsin. Yo sotgan insonlarga. Necha pul bo'ldi bu aka? 7,5 million so'm bo'ldi. Bittasi qo'chqor, bittasi so'm. Necha pul bo'ldi? Yetishmadi axir. Necha pul bo'ldi aka bu? 5 pul do'stim. Yetishmadi axir. YouTube'ga qo'yadi shu akalar bor. Hammaga assalomu alaykum. YouTube chorva ishqibozlari hamda baraka so'zlar ashaddiy kuzatuvchilari va obunachilari. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Bag'dod tumani Do'rmoncha qishlog'ida joylashgan Do'rmoncha chorva bozoridamiz. Sotilgan, olingan narxlar bilan qo'ldan kelgancha ortib beramiz. Mehnatimiz qadrlagan holda bittadan like bosib, like'ni oldi turadigan obuna tugmachalarni bosib qo'yasizlar. Qani bo'lsa boshladik. Xursand? Qo'chqor necha pul bo'ldi aka? Necha pul bo'ldi? 5 million 800 bo'libdi mana qo'chqor. 5 million 800. Barakasi bo'lsin 5 million 800. 9 million 200 yo'q nojim. 9 million 200 ga. 9 million 200. Barakasi bo'lsin olgan sotgan insonlarga. Necha pul bo'ldi qo'chqor? 61,5 million. 6 million 100 bo'ldi. 6 million 100. Necha pul bo'ldi aka bu? 14,5 million so'm bo'ldi. Barakasi bo'lsin. Necha pul bo'ldi? 14,5 bo'ldi. 14,5 million so'm. Barakasi bo'lsin ana qisqa. Arzon oldi, zo'r oldi. Akamiz barakasi bo'lsin. Seki chiqib kelyapti. Qadrli kuzatuvchi. To necha pul bo'ldi bu? 9 million so'm bo'ldi. Qadrli kuzatuvchilar. Xunojim 9 million so'm. Barakasi bersin olgan sotgan insonlarga. Seki chiqib kelyapti. Bozorda qadrli kuzatuvchilarimiz, biz bozor tashqaridamiz. Mana 32 million so'm bo'lgan bo'g'oz. Yaqin kunlik bo'g'oz 32 million so'm bo'libdi. Qaytib kirib ketyapti ana bozorga. Barakasi bo'lsin. Ina balam aka bular? Necha pul bo'ldi? 63 bo'ldi. Qadrli kuzatuvchilar 6 million 300. Barakasi bersin olgan sotgan insonlarga. Alloh. Navbatdagilar chiqib kelyapti. Qadrli kuzatuvchilar, hoji akalar. Necha pul bo'ldi aka bu? 20 million so'mga qisir. Barakasi bor qadrli kuzatuvchilar. 20 million so'mga qisir. Barakasi bersin. 20 million so'mga qisir. Necha pul bo'ldi? 26,5 million so'm bo'ldi. 26,5 million so'm. Barakasi bersin. 26,5 million so'm bo'ldi. No'os. Olgan sotganlarga Alloh barakasini bersin. Shunaqa qilib boqqanlar. Necha pul bo'ldi? 11. Galop ketdi. Buni qo'y. Mana 3 tasi 11 million so'm bo'ldi. Qadrli kuzatuvchilarning sheriklar 3 tasi 11 million so'm. Bittasi 11 desa. Necha pul bo'ldi bu? 5 million so'm bo'ldi. 5 million so'm bo'ldi. Qadrli kuzatuvchilar, qo'chqor. Barakasi bersin olgan sotgan insonlarga. 6,5. Soat millari 6,5. Qadrli kuzatuvchilar, chorvachilar. Biz tashqaridamiz. Necha puldan bo'ldi bular? Aka sotilmadi. Necha pul bo'ldi?
Jinde ekan 13 mana. Sementalga gibrid uchun jinde ekan 13 bo'ldi. Jinde ekan 13. Barakasini bersin, oyga sotgan insonlarga. Nech pul bo'ldi, to'g'ri bu? 22,5 million so'm bo'ldi mana. Nech pul bo'ldi bu? 30,5 ga ikkitasi, qadrli kuzatuvchilar. Buni novos bilan narigi novos 30,5 million so'm bo'ldi. Barakasi bersin. Mana bunisi 20,5 million so'm. Barakasini bersin. Nech pul bo'ldi qo'zi, to'g'ri? 29 bo'ldi. 29 bo'ldi. Barakasini bersin. 2,900,000 bo'ldi. Qadrli kuzatuvchilar, qo'zi. Barakasini bersin, olgan sotgan insonlar. Nech pul bo'ldi? Yetishmadi novoslar. Shu bir taxmin qilyapman, bir 20 million atrofida bo'lishi kerak. Nech pul bo'ldi bu? 15 million 200 yaqisir. 15 million 200 yaqisir. Xunojin. Barakasini bersin. Kelaversin. Chorvaga oid dorilar kerak bo'lsa, veterinariya kelaverasizlar, bemalol bozorda bo'ladi albatta. Nech pul bo'ldi bu? 5 million 400. 5 million 400 yana qo'chqor, barakasini bersin. Gidita bir 80 santi. Hamma yo'q bu yana. Kelaverasizlar, bemalol. Qo'chqori. Akalar, sanalarimiz 2026-yil 19-may hafta kuniga seshanba. Chiqib ketyapti. Nech pul bo'ldi? Nech pul bo'pti bola? Yetishmadi narxi. Qo'chqorlar zo'r ekanlar, yetishmadi narxi. Qanchadan ketdi? Navbatdagilar chiqib kelar, qadrli kuzatuvchilar, hoji akalar, hoji tog'alar. Nech pul bo'ldi? 22 million so'm, 22 million so'm. 13 million 600 ana, Xunojin. 13 million 600, Xunojin, barakasini bersin. 15 million so'm bo'ldi, qadrli kuzatuvchilar, 15 million so'm. Xunojin, barakasini bersin. Nech puldan bo'ldi bular? Nech puldan bo'ldi aka? 10 million 300 novoschalar. Bo'ylari 1 metr atrofidagi novoschalar. 10 million 300 dan bo'ldi, qadrli kuzatuvchilar. Barakasini bersin. Olgan sotgan insonlarga Allohning barakasini bersin. Hammaning chorvasiga Alloh baraka bersin. Xunojin, nech pul bo'ldi bu? Yetishmadi, Bo'g'oz aka, qadrli kuzatuvchilar, yetishmadi narxi. Nech pul bo'ldi? Nech pul bo'ldi bu aka? 16 million so'm bo'pti, 16 million so'm. Barakasini bersin, 16 million so'm bo'pti, qadrli kuzatuvchilar. Akalar, hoji akalar. Navbatdagilar. Nech pul bo'ldi bu? Nech pul bo'ldi? 12 million so'm bo'ldi. Nech pul bo'ldi? Novos tetmadi. Nariga Xunojin 12 million so'm bo'ldi. Xunojin 12 bo'ldi. Novos narxi yetishmadi. Nech pul bo'ldi bu? 8 million so'm, 8. 8 million so'm. 8 million so'm, barakasini bersin. 8 million so'm bo'ldi, qadrli kuzatuvchilar. Barakasini bersin. Sekin-sekin chiqib kelyapti qadrli kuzatuvchilar. Qisirma
Osmon chiqib kelyapti. Shved. Shved so'ragan bo'lsa bo'ldi. Aka necha bo'ldi? 29 million so'm. 29 million so'mga qisir shved. Mashalloh zo'r ekan. 29 million so'mga qisir ekan. Shved. Nech puldan bo'ldi bular? 15 million 200 bo'ldi. 5 boshi 15 million 200. Nech pul bo'ldi aka bu? Bilishmaydi ekan narxini. Bilishmaydi ekan narxini. 26 bo'ldi. Orqasidagi alomatda 26 bo'ldi. Qisir. Qisir. Barakasini bersa olgan sotgan insonlarga shunaqa chorvalarni boqqanlarga nech pul bo'ldi? 6 million 100 bo'ldi. Qadrli kuzatuvchilar. 6 million 100 qo'chqor. Barakasini bersin. Navbatdagi mana Novos. Novos kelyapti. Qadrli kuzatuvchilar, Novos chiqib kelyapti. Nech pul bo'ldi? 21 million so'm. Nech pul bo'ldi? Necha bo'ldi aka? 65 ming so'mdan taroziga baraka bo'ldi. Qadrli kuzatuvchilar, 65 ming so'mdan ikkitasi taroziga baraka bo'ldi. Katta Novoslar oldindagi va barakasini bersin. O'rtadagi boqima Novos 21 bo'ldi. Nech? 69 bo'ldi. 6 million 900. Barakasini bersin. Nech pul bo'ldi aka bu? Yetishmadi, Xunojinda narxini yetishmadi. Qadrli kuzatuvchilar. Ikkitasi. Nech pul bo'ldi? Yetishmadi narxini. Jupiga oldinda o'tgan bilan barakasi bo'ldi, yetishmadi. Nech pul bo'ldi Novos? 22 million 100 bo'ldi. Qadrli kuzatuvchilar. Novos 22 million 100. Barakasini bersin olgan sotgan insonlarga. Sekin chiqib kelyapti. Qadrli kuzatuvchilar, like bosib, obuna tugmachalarni bosib qo'yasizlar. Like, obuna mutlaqo tekin. Nech pul bo'ldi bu? 8 bo'ldi. Qadrli kuzatuvchilar, 8. Novoscha 8 million so'm bo'ldi. Nech pul bo'ldi Novos? 19 million so'm. 19 million bo'ldi. Qadrli kuzatuvchilar, Novos 19 million so'm. 19 million so'm bo'ldi Novos. Nech pul bo'ldi bular? 7 million. Ikkovi ham qo'chqor, biri so'liq. Biri qo'chqor, biri so'liq. 7 million so'm. Barakasi. Nech pul bo'ldi Novos? 11 million 600 bo'ldi. Qadrli kuzatuvchilar, 11 million 600. Nech pul bo'ldi bu? 21,5 million so'm bo'ldi. Novos 21,5 million so'm. Barakasini bersin olgan sotgan insonlarga. Sekin chiqib kelyapti qadrli kuzatuvchilar. Alloh qodir qilgancha hammasini narxini so'rab beryapmiz etganlarni. 7. Yurun endi sizga shoshib ekansiz o'zi. 3,5 bundan kattasi deyapti. Nech puldan bo'ldi? 68 dan taroziga barakasi bo'lgan semental parodali buqalar. Barakasini bersa 68 ming so'mdan taroziga barakasi bor. Orqadagi ikkinchisi yetilib turgan ekanmiz. Barakasini bersin. Zo'r qilib boqibdi. So'ramay qoldi narxini qadrli kuzatuvchilar. Sekin chiqib kelyapti qadrli kuzatuvchilar. Video syomkalarimiz ham momentda o'tib qolibdi. Sekin yakunlaymiz.
Nech bo'ldi? 7,5 million so'm bo'pti. Bolasi qo'chqa 7,5 million so'm ina bola. Barakasini bersin olgan sotgan insonlarga. Nech pul bo'ldi novas? Novas narxini aytishmadi. 12 million so'm bo'lgandir. Taxminan yetib ko'r. Gapimiz endi. Nech pul bo'ldi? 13 million 100. 13 million 100 bo'ldi. Barakasini bersin. 13 million 100. Barakasini bersin Alloh. 13 million 100 bo'ldi. Sekin-sekin chiqib kelar qadrli kuzatuvchilar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Do'rmonchoq qishlog'ida joylashgan Do'rmoncha chorva bozori. 2026-yil 19-may hafta kuniga seshanba kuni bo'lib o'tadigan chorva bozor. Bemalol kelaverasizlar. Bozorning ichi o'ta katta. Hamma yoq sotiladi. Albatta kelaverasizlar bemalol. Unda gele shular narxini ortib berakin videosini qilamiz. Nech puldan bo'ldi bular? Nech puldan bo'ldi? Yetishmadi narxini. Qismlar narxini yetishmadi. Qadrli kuzatuvchilar. Qismlarning narxini yetishmadi. Unda sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. 2026-yil 19-may hafta kuniga seshanba